Assalomu alaykum hurmatli ilm ahli ustozjonlar, abituriyentlar, umuman ona tili adabiyot qiziquvchilari, sog'omonmisizlar? Bugun nimalar qilamiz deganda, demak, ikkinchisi g'azal tahlili bor bizlarda. G'azal, g'azaldan qiynaladiganlar bormi? Tayyor turingizlar, endi kommentariyada faol bo'lib turasizlar, yozasizlar, birga tahlil qilib ketaveramiz. Biz g'azalni lug'ati kerak bizlarga. Nopaydo degani ko'rinmaydigan, yo'q go'yo degani. Bizlarga lug'atlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Mana bu yerda nopaydo degan narsa kerak emas bizga. Ko'rinmaydigan deb tasavvur qilaman. Bo'ldi. Shuni bilib oldim, bo'ldi. Ko'rinmaydigan. Keyingisi anfos. Anfos degani demak pastda, hozir bizda yo'q ekan, shu yerda o'zini. Mana bunday narsa bor. G'azal 7 va 9 baytli bo'lsa, bizda hozir 2, 4, 6, 8, 9 baytli g'azal qo'yibdi. Bu 9 baytli g'azal ekan, hozir 9 baytli g'azalimizni qo'yibdi. Xo'sh, ushbu g'azalni testini ishlayotgan paytida birinchi qiladigan ishimiz nima bo'lishi kerak desangiz, birinchi qiladigan ishimiz g'azaldagi mana bunaqa lug'at beriladi. G'azalda o'zi ichkarida imtihonda ham mana bunaqa g'azal lug'at beriladi. O'sha lug'atlarda berilgan so'zlarni matnning tarkibidan o'chirib chiqish birinchi yo'l. Misol uchun, nopaydoni o'chirib chiqing. Bu bizga kerak emas. Buni tarjimasi bor, tarjimasini o'rniga yozamiz. Ustigami, ostigami yozib qo'yamiz. Keyingisi mana qarang. Anfosni degan so'z kerak emas bizga. Kerak emas so'zlar hammasini o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerda turibdi. Sathi vujud bor, zarf bor, nasha bor, ranju ano bor, mazohir bor, asmo, barq, baqo, fano, tay. Mana bu so'zlar, bu lug'atdagi so'zlar g'azalning o'zida kelib turibdi tayyor. Ushbu kelib turgan mana shu so'zlarni almashtirib, o'chirib, bu nega lug'atni bergan? Butunlay biz bilmaydigan so'zlar, tushunyapsizmi? Butunlay bizga qiyin. Almashtirsak, ana qiynalayotgan g'azalimiz oz bo'lsa ham bizga tarjimasi yaqinlashadi. G'azalni tarjima qilishning 10 qadami bor-da. O'sha 10 qadamning birinchisi lug'atlarni joyiga ko'chirib chiqish. Birinchi qadam lug'atni joyiga ko'chirish. Ikkinchi qadam ega va kesimni joylashtirish. Uchinchi, to'rtinchi qadamlarda kursda aytamiz deydi, ha? Yaxshi, qarang endi. Yuzing ko'zgusidinda dindan. Din degani dan. Ana shu joyda bildikmi bo'ldi? Ketdik. Qarang, yuzing ko'zgusidan shu joy bitta ketdi. Olamda, yuzing ko'zgusi sababli olamda yuz nuru safo paydo degani paydo bo'lsa hali. Paydo bo'lganda ham bo'ldi deylik. Tushundingizmi? Yuzingning ko'zgusidan, ko'zgusi sababli mana bo'lak qilib tarjima qilaylik. Ana butunlay bir qator o'qisangiz tushunmaysiz, yaxshi tarjima chiqmay qoladi. Shuni bir qator tarjima qila qolaylik, yetadi. Demak, yuzing ko'zgusidan, ko'zgusi sababli olamda yuz nur safo paydo bo'lsa, bo'ldi, shu yerga yetadi. Qarang. Quyosh andin, qarang, aningdek, quyosh andin aningdek, quyoshdan zarra nopaydo degani yo'q degani edi. Ya'ni bo'lolmaydi, yo'q, teng emas, mavjud emas. Shu bitta so'zni xohlagan sinonimiga almashtirib tarjima qilingki, shu matnga tushsin. Quyosh andin degani quyoshning nuri. Quyoshdagi demoqchi. Demak, quyoshda nima bor? Nur bor-da, boshqa narsa yo'q-ku. Quyoshning nuri andikkim degani unday, ana unday, ana unikiga o'xshab quyoshning zarra deb bo'lib qoladi deyapti. Quyosh zarra deyapti. Quyoshdan zarra deganda u quyosh uning oldida quyoshning nur sochishi, hech narsa bo'lmay qolishi. Umumiy ifodasi shunday. Demak, yuzing ko'zgusida olamda yuz nuru safo paydo bo'lsa, olamni yorib turgan quyoshning nuri zarraday bo'lar ekan. Mana quyoshdan zarra. Quyoshdan zarra degani o'sha quyoshning nuri zarra. Quyoshdan zarra beryapti. Sen nur berib turibsan, quyosh zarra berib turibdi. Quyoshning nuri hech narsa emas uning oldida degan. Bo'ldi, bu joy tushunarli. Pastga qarang. Qarang, o'sha joyni alohida sening ko'ngling bo'ldi. Qarang, sening ko'ngling nasimiga degan nasimiga. Qarang. Sening ko'nglingning foriga shunaqa kelayotgan narsasiga deydi-ku, shunaqa. Sening ko'nglingning. Qarang, o'zindan soldi degani, o'zindan soldi degani, o'zini shunga berdi degani. O'zindan soldi degani shuni berildi. Ya'ni o'sha sening kuyingning shiras nimasiga
shirasiga deydimi, nimasiga deydi? Kuyining sal qo'polroq varianti kelib turibdi tilimga. Shu qilib o'zini mazza qilib dam oldi va o'shandan jon topdi. Uning kuyining nasimiga, ohangiga deylik, o'zini butunlay soldi. Shuning natijasida u o'zida jon topdi. Uning kuyi buni jon toptirishga yetar ekan. Qisqa qilib aytganimizda, uning oddiygina kuyi buni tiriltirib turishga yetar ekan. Tirik, mana shunday gavdasini tutib turishiga yetyapti ekan. Jonini topdi, shundan deb bilibdi. Tirikligi shuning kuyi borligi. Yorning kuyining borligidan demoqchi. Alloh bu yerda nazarda tutilgan. Keyingisi, endi qarang, Masih degan joyi bor, hozir bitta o'chiramiz. Shu joyginasi ko'rinmay qoldi. Ana shunday. Bo'ldi. Kattalashtirib bersinmi? Yo'q, mayli. Qarang. Masih degan joyi bor, qarang. Andostin deyapti, agar xasta bo'lmas paydo degan. Anfo degan so'z kerak endi. Anfo degani mana qarang, nafas degani. Anfo nafas bo'ldi, qarang. Masih bilamiz, Iso Masih. Iso Masih bu tiriltiruvchi deb bilamiz, endi shunday deylik. Iso Masihning nafasidan xasta bo'lgan payti davo topa olmagan ekan, qarang. Iso Masih, mana Iso Masih nafasidan xasta bo'lsam deyapti, davo paydo bo'lmagan deyapti. Mana xasta bo'lmas deyapti. Xasta bo'lgan payti bo'lmas paydo davo degani ish qilib davo topa olmayman. Iso Masih davo bera olmaganiga uning kuyi davo berar ekan. O'sha ikkinchisi shunaqa. Iso Masih xasta ekan, unga davo topa olmayapti ekan, lekin bu kuy chalsa davo topyapti ekan. Bo'ldi. Shunaqa shaklda. Xo'sh, keyingisini davom ettiramiz, qarang. 3-baytga. Azaldan deganini bilamiz. Oldindan to abad sath nimaligini bilasiz? Yuza vujuding zarifi to'lmas kim degan bo'ldi. Demak, bu yuza sath dunyo, maydon, tushunyapsizmi, maydoning. Azaldan sening maydoning cheksizlikka ega deyapti. Azaldan sening maydoning, mana vujuding zarf to'lmas degani to'lmaydi hech qachon, cheksizlikka ega degan ma'noda. Demak, yuza ma'nosi yer. Yerning sen yaratgan dunyo, yer yuzi hech qachon to'lmasligiga ishora. Tushunarli? Qarang, endi qarang, to'lmaydi. Ni ibtido paydodir, ni intiho paydo. Ya'ni na oxiri bor, na boshi bor. O'sha yaratgan dunyoning deyapti. Sen etding deyapti. Sen etding degani qilding. Sen qilding shamu gulda jilva kim deyapti. Demak, shamu gulda jilva qilding. O'shaning natijasidan parvona bulbul bir kuydi. Qarang, biri kuydi. Parvona kuydi. Yo bulbul yo parvona. Parvona bulbul biri kuydi. Birga bo'ldi 100 dardu paydo deyapti. Demak, o'sha sen shamu gulni nima qilding-ku, jilva qilding. O'shaning natijasida bulbul g'amga botib qoldi. G'amga to'ldi. 100 dard baloga qolib ketdi bulbul. Endi sening nashang deganda nashang tarjimasi kerak bizga. Mana bu yerda bor, qarang. Mana. Bahr, zavq. Bahr, zavq. Undagi bor narsa deylik. Demak, sening bahring, ya'ni sening chiroying, sening shu holating Shirinu Layloda kim deyapti. Demak, ularda ham bor ekan. Shirinu Layloda bor. Borligi uchun ham deyapti. Borligi uchun ham. Qarang. Farhod bo'ldi. Farhod o'libdi. Borligi uchun Farhod o'libdi-yu, Majnun bo'lsa 100 tuman ranju andab ano paydo degani, ya'ni Majnun balolarga botib qolibdi. Mana aytayapti-yu, Majnun bo'ldi. Ya'ni Majnun shunaqa holatga tushdi. 100 tuman degani o'sha g'amginlik, g'ubor, ranj, o'sha g'amginlik holatiga tushib qoldi, bo'ldi. Qarang, mazohir istabon deganda bu tomonga qaytaramiz. Mazohir istabonda mazohir degani zohir bo'lish, oshkor qilish, paydo bo'lish degan ma'noni bildiradi. Zohir istabon. Bu tomonga, demak, oshkoralikni istabon, sen o'zingni ko'rsatishni istabon, ko'rsatishni istading. Ana endi asmoga degani Alloh bu. Allohning
bu ism ma'nosida tushunilgan, lekin Alloh nazarda tutilgan. Ishq u husnni ko'rgizding. Ya'ni o'sha Alloh unga ishqni, o'sha husnni ko'rgizganligiga ishora qilyapti. Endi qarang, xuddi shu narsaning deyapti, paydo xirmoni ajiz degan. Ajiz degani ojiz. Unday teng kela olmaydi. Tushundingizmi? Ya'ni butun tiriklik deymizmi, hayotni xirmoni unga teng kela olmaydi degan ma'noda. Mana jafoning chaqmog'i butun yoritib turibdi. Paydo degani paydo bo'ldi, yorityapti. Barqi degani chaqmoq. Teskari almashtirib inversiya hodisasi bo'lgan tarjima qilinadi. Birov yetdi, sanga kim o'lgizib, qarang. Ana endi bu joy kerak. Birov kimdir yetdi degani 7 son emas, yetsa senga yetish uchun o'zlik dashtini tayyor qildi degan. Tayyor degani kezmoq, bu tomonda lug'atda turibdi. Tayyor degani kezmoq, demak sening oldinga borish uchun o'zlik dashtini kezish kerak oldin. Kezish kerak. Va endi qarang, kezish kerak. Baqo degan abadiylik. Abadiylik istar kishi, abadiylikni istagan kishi, agar sen abadiylik istamoqchi bo'lsang deyapti, avval deyapti fano qilgin deyapti. Ya'ni o'zligingdan kechishing kerak deyapti. O'zligingdan kechsang abadiylikni bilasan. Sanga ko'nglimdagi hojati yo'q. Qarang. Sanga ko'nglimdagi hojat, ya'ni dardni hojati yo'q, aytishning keragi yo'q. Arz etish mana. Arz etishning keragi yo'q. Chunki ulus degani butun xalq ko'nglida pinhon erur senga paydo. Demak, butun xalqning ko'nglida borligiga ishora qilyapti. Navoiy gulshani degani, demak, Navoiyning gulshani bog'iga, Navoiyning gulshanini vaqtida ehson yomg'irini yog'dir deyapti. Nega desang, u yerda gul bilan bulbul bor. Agar o'sha sen yomg'irni yog'dirmasang, gul bilan bulbulga bargu navo paydo. Ya'ni yo'q. O'sha narsa bo'lmaydi degan. Barg bilan navo bor. O'sha barg bilan navo borligi uchun ham sen Navoiyning bog'iga vaqtida ehson yomg'irini yog'dirib tur degan. Umumiy tarjimasini tushundik. Men endi o'chirib chiqaman bir marta to'liq. Va tezlik bilan tarjima qilib qo'yamiz bir martaga. Qarang. Tarjimasini tushundingiz? Yuzingning ko'zgusi sababli olamda yuzu nur safo paydo bo'lsa, quyoshning yoritayotgan nuri uning oldida hech narsa emas, zarracha bo'lib qoladi. Sening kuyingga men o'zimni mast ayladim, jon topdim, o'zimni sarxush aylab. Xo'sh, Iso Masih hattoki xastaligimga davo bo'la olmagan. Azaldan sening o'sha yaratgan dunyoyingda chegara yo'q, cheksizlikka ega. Na oxiri bor, na boshi bor. Sen qilding shamu gulda jilva deyapti. O'sha jilvangning ortidan bulbulning boshiga 101 balo yog'dirdi deyapti. Sening deyapti chiroying, ko'rinishing sendagi jamiki narsa Shirin bilan Laylida bor. Borligi uchun ham Farhod o'lib, Majnun g'aflatda qoldi. Botib qoldi. Xo'sh. Mazohir degani o'zing, ya'ni ko'rinishni istading. Alloh senga husn bilan ishqi husnni berdi, ko'rgizdi degani berdi. Paydo xirmoni ajiz degani teng kela olmaydi. Ya'ni butun borliq, vujud bunday narsaga teng kela olmaydi. Jafoning chaqmog'i dunyoni yorityapti. Birov agar senga yetay desa, u oldin o'zlik dashtidan o'tish kerak. Ana endi o'zlik dashtidan o'tish kerak. Agarda abadiylikni istasa kimdir, u oldin o'zidan kechish kerak, o'zligidan kechish kerak. Senga ko'nglimdagi hojatni aytishga hojat yo'q. Foydasi yo'q senga aytganning. Chunki butun ulus, butun dunyo mana ulus, butun xalq ko'nglida pinhondir. Butun xalqning ko'nglida pinhondir. Sen agar paydo bo'lsang, Navoiy gulshanini vaqtida ehson yomg'iri bilan yog'dirib tur. Chunki u yerda gul bilan bulbul bor. Unga barg bilan navo kerak. Agar yomg'irni yog'dirmasang, barg ham navo ham yo'q degan mazmunda. Ketdik. Lug'atni tushundik. Ana endi testlarda sizlardan so'rab chiqamiz. Tayyor bo'lsak ketdik. Matla birinchi bayt. Matlaning mazmuni to'g'ri izohlangan javobni top deyapti. Matla birinchi bayt. Birinchi baytni izohini to'g'ri top deyapti. Izohlar berilgan.
qaysi bir izoh to'g'ri deb o'ylaysiz? Javobingizni kommentariyada yozing. Javobni kommentariyada tez jo'nating. Kommentariyada jo'nating javobini zudlik bilan. Siz sertifikat olishingiz kerak, shuning uchun kommentariyada faol bo'ling. Qachonki quyosh chiqqanda yorning yuzidan nurlar qarang. Qachonki quyosh chiqqanda yorning yuzidan nur yog'iladi deyapti. Shunaqa dedimmi men? Yo'q. Sening yuzingdan yuzing sabab o'sha ko'rinish sababli chiqqan yuz nuru safo quyoshning nuri uning oldida zarracha deganman. Men quyosh chiqsa yuzi yorug' bo'ladi dedim. Yo'q, olmaymiz. Beda yorning yuzidagi nuru safo hatto quyoshni ham hijolat qiladi deyapmiz. Hijolat qilib qo'yadi degan joy sal yaqin u, lekin hijolat qiladi degan joyimiz yo'q edi. Hijolat qiladi sal yaqin u, lekin hijolat qiladi demadim biron joyda. Lekin eng yaqin javob, lekin noto'g'ri javob. D javobda yor yuzidagi nuri safo quyosh bilan tengma-teng degan joyi bormidi? Yo'q. O'chiraman deyam ketdi. Xato. Javob qoladi S. Bitta javob S bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Yor yuzining ko'zgusidagi olamda yuz nur safo paydo bo'lsa, bu nur oldida hatto quyosh xuddi zarradek ko'rinmas bo'lib qolishiga ishora bor. Javob S. S javobni olganlar siz o'z sertifikat egasisiz. S javobni olganlar o'zi ism familiyangiz yozib, sertifikat tayyorlab qo'yavering, 3 ga 4 rasm tushib. Ketdik. Keyingi savol. 5-bayt mazmuni ma'nosi to'g'ri izohlangan javobni aniqlang deyapti. 5-baytda aytdim, bilasizmi? Sendagi bor nima? Narsa Layli bilan Shirinda bor. O'sha Layli bilan Shirinda bo'lganligi uchun Farhod o'lib, Majnun g'aflatga botdi degandim, to'g'rimi? Endi shunda bu yerga qarang. To'g'ri izohlanmagan degan, to'g'ri izohlanmagan. Ma'ni ko'rdingizmi? Katta qilib yozaymi? Izohlanmagan degan, izohlanmagan. Ma'ni ko'rib ishlang. Shunda ikkinchi savol javobini kommentda yozing. Ikkinchi savolning javobini kommentda yozing. Ko'ryapsizmi? G'azal tarjima qilinsa qanchalar osonlashadi. G'azal tarjima qilinsa qanchalar osonlashadi. A javobda aytayaptiki, yor go'zalligi Shirin va Layloda, shunaqa qilib imloviy xato bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri. A javob to'g'ri. S javobda ham bor. Go'zalligi tufayli halok bo'ldimi? Yo'q. Yor Farhod yori Shirin sababli halok bo'ldi. Bor. Farhod halok bo'luvdi-ku. Majnun g'aflatda qolib ketuvdi. Deda Majnun yori Layli tufayli, haqiqatan ham Layli tufayli ming dardga chalinganligi ham bor. Sen olmaysiz, dena olmaysiz, ana olmaysiz, chunki sizdan noto'g'ri hukmni so'ragan. Endi qarang. Yorning go'zalligi Farhod bilan Majnun kabi oshiqlarning jon taslim qilishi. Jon taslim qilgani bittasi, ikkinchisi hali o'lgani yo'q. Uni joni qattiq temirdan o'lmaydi. Shuning uchun ham javobni B olganlar to'g'ri javob oldingiz. Bitta A da o'sha yerda ter etganda imloviy xato ketgan bo'lishi mumkin. B ni olganlar malades. Zo'r. Keyingisi 7-bayt mazmuni to'g'ri izohlangan javobni toping. Ana u sening oldinga bormoqchi bo'lsa, nimadan kechsin? O'zlik, sening oldinga bormoqchi bo'lsa, o'zlik dashtini kezish kerak. Agar abadiylikni istayotgan bo'lsa, oldin o'zidan kechish kerak degan mazmun bor edi. Bilasizlarmi? O'sha 7-baytda edi shunaqa. Ana endi sizlar menga mana bu javobda eding, qarang. A javobda o'zligidan voz kechmagan inson abadiylikka erishadi deyapti. Qarang, o'zligidan voz kechmagan odam abadiylikka erishadimi? Yo'q, abadiylikka erisha olmaydi. Xato. Bizlarga to'g'ri hukmni top degan. To'g'risini top degan. Xo'sh. Beda yor ishqi oshiqlarni o'zligidan kechmaslikka undaydi degan. Yorning ishqi o'zligidan kechmaslikka undaydi emas, o'z dashtdan kezib o'tib kechasan degan narsa bor. To'g'rimi? Shuning uchun ham Bni ham ololmaysiz. Faqat abadiylikka erishgan insonga yor dargohiga yetadi degan narsa yaqin javob. S javobda yor dargohiga yetmoq istaganlar o'zlik dashtini bosib o'tishi zarur degan javobni olamiz. Javob S bo'ladi. Bu birinchi misradayoq berilgan. D javob faqat abadiylikka erishgan insonlarning yorning dargohiga yetishi degan narsa baytni teskari almashtirganingizda ham ozroqgina mohiyati to'g'ri kelmay qolganligi uchun faqat shunchaki yaqin javob deb qabul qilganmiz, lekin to'g'ri javob bo'la olmaydi. Javob S.
O'shanga savoganlar to'ppa-to'g'ri qildingiz. Savoganlar sertifikat egasi. Charchamayapsizlarmi? Ketdik. G'azalning umumiy mazmunida quyidagi qaysi fikr mavjud emas? Butun g'azalda yo'g'ini top deyapti. Butun g'azalda yo'g'ini top degan ekan. Qarang. Javob bor. Yorning makonining chek-chegarasi yo'q, oxiri ham boshi ham yo'qligi aytilgan. Bilasizlar, bu bor edi. Xo'sh, qarang, B javobga endi. Hattoki Iso Masihning nafasi ham davo bo'la olmagan dardga yorning kuyining nasimi bahramand bo'lganligi bormi? Bor. Bor. Endi bizda yo A yo D. Yo A yo D. Endi A da yor shamu guldan jilva qilgan paytda parvona kuydi-yu bulbul 101 baloga mubtalo bo'lib qolgani bormidi? Bor. Bitta javob A bo'ladi. A javob ham borki deganlar bormi? A javobni ham tarjima qiluvdik deganlar bormi? Aytingchi, A javobni ham tarjima qiluvdik ustoz, nimaga ani olyapsiz deganlar bormi shu savolga? Kommentda yozing. Bor ustoz deng. Mana o'zi ani ko'ruvdik-ku boyagana deng. Hojati yo'q degan narsani aytuvdingiz-ku deng. Sababini aytaymi? Qarang. Oshiq ko'nglidagi barcha hojatlarni yorga izhor qilgandan so'ng yengil tortishni aytayapti. Yo'q. Senga aytganda foydasi yo'q degandik-ku. Bu noto'g'ri izoh aytayapti. Bu Ada aytayapti, izhor qiladi deyapti, lekin g'azalda o'zida izhor qilishdan hojat yo'q degan. Hojatni aytmoqqa hojat yo'q degan joyi bor, to'g'rimi? Shunaqa shaklda edi. Keyingisi, so'nggisi. G'azalning maqta. Maqta nechinchi baytligini bilasizmi? Maqta oxirginchi bayt. Oxirini maqta deydi har doim. Oxirginchi bayt maqta. O'sha maqtaydigan joyi oxirida. Qayerda maqtaydi? Oxirida maqtaydi. Maqta ketdik. Yorning marhamati bilan Navoiyning gulshaniga ihson yomg'irini yog'dirish. Yorning marhamati. Yor marhamatsiz Navoiyning bog'ida gul bilan bulbulga barg ham navo ham yo'qligi. Endi bitta joyiga qaraymiz. S bilan D ni tahlil qilaman. S bilan D eng uzoq javoblar chiqib ketadi. Qarang. Qachonki Navoiy o'zining bog'iga qarang. O'zining bog'iga ihson yomg'irini yog'dirganda deyapti. Navoiy o'zining bog'iga o'zi ihson yomg'irini yog'dirmaydi. Unaqa mazmun emas. Navoiyning bog'iga ihson yomg'irini yog'dir degan joyi bor. Shuning uchun seni shunchaki o'chiramiz. Ketdi. Dega. Qachonki gullar ochilganda, bulbul kuylaganda yor gulshan bog'ida tark etish butunlay ham yo'q. Bizda yo A yo B. Eng yaqinlari yo A yo B. B javobni olaman to'ppa-to'g'ri. Yorning marhamatsiz Navoiyning bog'idagi gullar bilan bulbuli yo'q. Aning xatoligi nimada desangiz qarang. Yorning marhamati bilan Navoiy gulshaniga ihson yomg'irini yog'dirishi degan hali yog'dir degan. Yog'dirish, yog'dirmaslik haqida tasdiq inkorining butun bir ma'lumoti yo'q. Yog'dirgan degan joyi yo'q. O'shaning uchun Ani xatoga olamiz. Ketdi. Javob B.